Assalamu alaykum, hürmetlik anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinov'ның Momamның şifalyk dorileri degan kitabını oquşni davamlaştırırız. Bugünkü tema Ətir sopun. Ətir sopun. Helimu yadımda. 1950 yılının köz ayları idi. Közümge yığnasqı çıqıdığan bolup qaldı. Doktorxanaga kiraman. Qangsıq bir dorini yıqıb közümni tengib qoydu. Oң közüm yaxşılansa, sol közümni qısıb doktorxanaga çapıman. Qısqısı, birdem o, birdem bu közümde aldıda qıçışıp, andın qapartqı payda bolatdı. Közümge yığnasqı çıqıb qaldı deb, dərsdən qilishqı yana bolmaydı. Amal qancha, bir közüm tengiqliq beti institutqa qatirayman. Nemisini yoşuray? Bu içimizde yigitlik oti rasa lavuldab yenib turgan mezgillar edi. Her günü akşamı bolmasımı, 2 günde bir sözleşip yürgen kızның aldığı barmay yana bolmaydı. Közның bahanesi bilen onu qeydetip koysan, o çağda iş teximi çataq. Bir günü o, bir günü bu közümni tыңып barsam, dəslep o kız bana acablanıp qaradı. Lekin o mu adam o? Keyin düşendi. Biroq uningmi qo'lidan hech nima kelmaydi. Qozoq pedagogika institutida o'qiyotgan qizning tibobatchiligidan nima xabar bo'lsin? Bir kuni qizni kutib, qizlar yatiqining oldida turatdim. Institut tarafdan meningdan bir sinf yuqori o'qiydigan Xayrinisaxon degan bir qiz kelib qoldi. Birdan bu ko'zingizni tangib olib, nima qilib yuraysiz? Dedi u salam saatdan keyin chiqishib. Men ahvolimni aytgandan keyin, qaraganda siz atdiganda yuzingizni sopunda yumasangiz kerak, dedi Xayrinisaxon. Nemishqa yumaydi, sopundab yuyman. Ovozim sal qattiqroq chiqib ketdi bo'lg'ay. Siz chachirmang, dedi u eg'ir besiqlik bilan. Siz bugun bo'lsa bugun, bo'lmasa ata ko'zingizni echishtirib turib, toza sopundab yuying. Yigit degan qizlarning oldiga mundaq kelsa sat emasmi? Xayrinisaxonning ko'ngildagini birdilla pamladim-yu, doktorning dorisi kor qilmayotgan yerda ətir sopuning qanchalik foydasi bo'lsin deb o'yladim. Shundaq bo'lsa-mu, darsdan tushibla ko'zimni toza echishtirib sopundab yudim. Sopunning ochiqig'i chidig'ili bo'lamdigan. Atisi attiganligiga tursam, ko'zimni yipib turadigan qapqim obdalla ichilib qapti. Yugurib berib aynakka qaradim. Xeli obdalla aslimga kelib qaptiman. Sopunumni ko'tirib, yana suxonaga yugurdim. Qilgan chora shu bo'ldi-da, ko'zimga ha desila yig'nasqa chiqadigan ishdan qutuldim. Institutni tamomladim. Keyin Kommunizm tug'i gezdi redaksiyasida ishlab, pat-patla komandirubga chiqadigan bo'ldim. 60-yillarning boshlarida Chelakka bordim. Mehmonxona tayyor bo'lmaganligi uchun yurtdishim atoqliq sozanda Sultan Murad Razamovning uyiga tushishga to'g'ri keldi. O'g'lining bir qapig'i ishib, ko'zi yepilib qopti. Nima bo'lganligini so'rsam, yig'nasqa chiqib qoldi deyishdi. Bo'pti, attiganlikka doğru qilamiz, dedim ishonchli holda. Atsi saharda onasiga suv tayyorlatdim-da, balaning chirqirig'iga qaramay ko'zini toza sopundab yudim. Atganlik nashtadan keyin raykomga bordim. U yerdan yana udul qo'ramga qarab yo'l oldim. 2 kundan keyin qaytib kelsam, Sultan Murad akaning o'g'li. "Heliqi doktor akam qachon keladi? Qachon mening ko'zimga doğru qiladi?" deb ota-onasining beshini og'irtayotgan ekan. Bala meni ko'rib xushal bo'ldi. "Aka, yana bir qitim doğru qilib qo'yamsan." "Ko'zing yaxshi bo'lib qapti-ku. Mayli, yana bir qitim doğru qilib qo'yg'ina" deb turib oldi narisida. Onasiga suv tayyorlatib, yana sopundab yudim. Biroq u bu qitim oldingi qitimqidek ancha chirqirab ketmadi. Yig'nasqu unchavala murakkab bir kasalma emas. Lekin kasalning yaxshisi yo'q. Hammasila o'xshash odamning jinini qaqshtidi. So'g'uq tegish tufayli bo'ladigan uchuqqa o'xshash bu og'riqning davosini Xayrinisaxondan o'rganib olib, olamcha bir ish qilgan ekanman.
şu hüner bilen talay adamlarning rahmetini aldım. Şunu aytib ötüş kerakki, yığın nasqını ətir sopun bilen yuganda ba'zilarga 2 gün, ba'zilarga 3-4 gün ketidu. Hayran qilarlıq yeri shuki, bu usulni qo'llanganda uzoq yillargacha yığın nasqı ko'rmaysiz. Keyinki yillari yığın nasqını narisida balalarning suyduki bilanmi davolab ko'rdim. Bu nihoyat tez ta'sir qiladi. Lekin sovuq teggandan keyin yana paydo bo'ladi. Şuna qarab biqib, yığın nasqını yo'qotishda yanala ətir sopun kuchlikkan deb qoldim. Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin. Keyingi qitimliq anglitishimizda ko'rishayli. Salomat bo'ling.